Travertin sharhlash uslubini yangicha variantini ko'rsatib o'tamiz. Buning uchun bizda yangi chiqqan mahsulotimiz bor. Bu Travertin Shine porloq effekt pastasi deyiladi. Bu yangi mahsulotimizda ustki qoplama bo'ladi. Bu surishdan oldin tayyor travertin urilgan bo'lishi kerak. Xohlasangiz mana klassik variant urilgan, xohlasangiz hozirgi chiqayotgan yangicha Karita yoki Kartamira degan urilgan va shuni ustida charxlashni ekonom qilish niyatida bo'lsa shunaqa yangi pastani chiqarilgan. Pastani o'sha idishga quyib, shu vali yordamida bo'ktiriladi. Bo'ktirib surib chiqamiz. Surganda ichlarigacha bo'ktirish kerak buni. Ichlargacha tushish kerak bu. Pastni to'ldirish kerak hamma. Bu pasta ham gidro pasta deyiladi. Lakdan ham bunday qaragan kuchliroq effekt beradi. Iloji bo'lsa bo'ktiribroq shu valida surib, faqat vali buni maklavitsa yoki kistichkada surilmaydi, faqat valikda suriladi. Surilganda shuni bo'ktirib ora-oralariga to'ldirish shart. Buni rasxodi 1 kilosi 3-4 kvadratga yetadi. Ayami bo'ktirib qilganda shu 3-4 kvadratga yetadi 1 kilosi. Qotishni kutib o'tirmaymiz. Anna va kelma yordamida ustki qatlamini tekis tortib olinadi, olib tashlanadi. Bosmasdan, qattiq kuch ishlatmasdan nomiga olib tashlanadi. Ora-oralarda qolaversin, faqat tekis joylarda olib tashlanadi. Keyin olib tashlaganda e'tibor bering, chiziq qolib ketmasin, iloji bo'lsa tekis bo'lsin. Bu mahsulotimizni asosan tashqariga ishlatiladi. Bu issiqlikka, suvga, zaxlarga chidamliligi uchun tashqariga asosan ishlatiladi. Bu mahsulot shunga chiqarilgan. Ichkariga ishlatilsa undan ham zo'r, chiroyli chiqadi. Bu mahsulotimizni ustiga pastdan surkatgandan keyin kamida 2 soat turishi kerak, 2 soatda qotadi. Qotgandan keyin uni charxlash usulini ham ko'rsatib beraman. Obrazetsimiz tayyor, qot bo'ldi. Endi buni charxlash usulini ko'rsataman. Bu uchun bolgarka nasatga qo'yiladi. Uni mana bunaqa o'zini gubkali kurtka bor, mintali. Bir slogga charxlash xullas. Mana birinchisiga charxladik. Bu birinchi sloyi. Bu uncha yaltir effekt bermaydi. Bu tekslash bu varianti. Endi ikkinchi usul. Ikkinchi uslubi 3 mintali. 3 mintali bilan o'tib chiqamiz. Mana obrazetsimiz tayyor. Yaltirashni ko'rsanglar bo'ladi.